Sizlarga bir iltimos borda. Xo'p desangiz aytaman. Mana hamma ko'rib turibdi sizni. Mana bu narsani menga taklif qilgansizda, vitamin B12 dan. Mana cho'jalar urushmi katta bo'lyapti. Bu narsani nimaga hammaga aytmaysiz? Keling, bugun bir savobga qolaylik. Mana shu Parvoz aka ukalar juda ko'pchilikda cho'jalar urushib bir-birini qanotlarini yeb boshdan ochib tashyapti. Bu vitamin B12 nimaga foydasi bor o'zi aka? Xo'p. Anvarjon, buni foyda tomoni juda ko'p. Nima uchun B12 degan savol bordi. Bunun ichida 12 xomiten bor. Shuning uchun B12 deyiladi bu nomi. Buni o'zimiz mahalliy tilda B12 deydi. Meditsina tilida sinkobalamin deydi, yozib qo'yadi, sinkobalamin deydi. Bu degani xo'p, jo'jalar urushib ketadi. Bir-birini yoshlar yaracha qilib tashlaydi, boshini tutib, dabdala qilib. Xo'p, u kasallik nomi kannibalizm deydi. Kannibalizm bu stressdan, o'sha ko'p turganda, bir shovqinchilar onasidan cho'jalar agressiv bo'lib urush qolib qoladi. Nervni yo'q qoladi. Nervni yo'q qoladi, stress bo'lib qoladi. Stress sigarini yozadigan ma'no bo'ladi. Mana kannibalizm davosi sinkobalamin mana. Bu 1 litr bezgak suvga, mana bezgak suvni, 1 litr bezgak suvni singir. Bundan 5 dona qo'shiladi. 1 litrga. Ha, 5 dona qo'shiladi. Birinchi mavsumda. Keyin ikkinchi oyga o'tganda 4 dona qo'shiladi. Sekin-sekin sxema bilan chiqib ketadi unda. Cho'jalarimiz katta bo'lib esini tanib qolgan ekan, o'shmay qolgan ekanda. Cho'jaligi 1 oy 2 oyda o'shar ekanda. Uning uchun mandan deb tursa, suvga qo'shib 2 oy bersa, mana 2 oy. Natija zo'r bo'ladi. Birinchi oyda 5 ta qo'shiladi mashinaga, mana 1 litrga, keyingi oyda 4 ta qo'shadi 1 litrga, 3-oyga 3 ta qo'shadi, keyin 2 ta qo'shadi 1 litrga. O'shani jo'ja ushmasa yaxshi katta bo'ladi, stress bo'lmaydi, bir ko'nikadi, bir og'ziga, sharpasiga. Cho'jalar urushayotgan bo'lsa, mana shu videoni yaqinlarga tashlab qo'yinglar, gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Albatta foydali video bo'ldi. Vitamin B12 bu aptekadan olasizlar, odamlar aptekasidan olasizlar. Shu aptekalarga doktor aytganday qilib ichirasizlar. Qolaversa, makonni ham zo'rg'in ajratib qo'ying deb aytishadi. Mana ko'pincha makonlarni ajratib qo'yaman. Birozda o'zini qo'shib turib, kattaroq bir yaponcha ham qo'shib qo'yaman-da. Shunda ham unda ham urishaveradi. Urishaverami? Ha, menga urishyapti. Mana ko'rsa, yapon qulayapti, mana kichik cho'jalar bor-ku. Katta tular makon qo'shib qo'ysam qulayapti makonni. Sig'dirmayapti, qochib ketdi tular yapon. Nomerlarni ekranga qoldiraman. Bemalol Abdumito'laga doktorga aloqaga chiqaverasizlar. Kimning qanday muammosi bor. Alloh shifo bersin parandalarga ham. Kim kasal bo'lsa. Sog' bo'linglar.